Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun sizlar bilan stoyka yoqib bichilishini ko'rib chiqamiz. Oldi va orqa asos andazamizni shu holatda joylashtirib olamiz. Bu yerda tumacha haqi ham hisoblangan yoki tayyor bo'lgan kiyimni shu holatda qo'yib, orqa va oldi bo'ynini mana shu aylanani o'lchab olamiz. Hozir menda bu aylana 21 sm chiqdi. 21 sm ga to'g'ri chiziq chizamiz. Olti santimetr tepaga, 3 santimetr bu yer tarafdan. Buni ham 3 santimetrini belgilab olaman. Shunaqa lineyka yordamida buni yumshoq yediraman shu holatda. Endi 3 santimetr oralig'ida chiziq chizib chiqaman. Chiziqlarni birlashtiramiz. Mana bu qismga ozgina avval beramiz stoykamizni. Agar sizlarda tekis bo'ladigan bo'lsa, buni tekis qoldirishingiz ham mumkin. Yoqanglarga, fasoniga qarab. Hozir menda tumachali shunaqa avval bo'lgani uchun shu holatda qoldirdim. Bu tarafimizda buklov bo'ladi. 3 cm, bu yog'imiz ochuv bo'ladi. Bu yog'i 21 cm. Faqat bichganimizda keyin buni atrofiga to'liq chok haqi qoldirib bichib olamiz. Andazasi tayyor bo'ldi. Bemalol foydalanishingiz mumkin.